Gazcha achchiqqina sho'rva ichib ko'rganmisizlar? Agar ichib ko'rmagan bo'lsanglar, shu videoni ko'ringlar. Buning uchun bizga kimchi bilan tuna kerak xolos. Boshqa hech narsa kerak emas. Ketdik. Galina Blanca bo'lsa bitta qo'shib olinglar. Men katscha Galina Blanca bitta qo'shaman. Marta shunaqa qaynab chiqqandan keyin tuzini ko'ringlar. Tuzi past bo'lsa tuz solinglar. Bu sho'rvani bitta sekretini ko'rsataman. Oxirida qaynab chiqqandan keyin yarim qoshiq shunaqa uksusdan qo'shib olinglar. Menda olmali uksus. Ta'mi juda ham zo'r chiqadi, ishonaveringlar. Xohlasanglar bir qoshiq ham qo'shsanglar bo'ladi, lekin ko'p qo'shib olmanglar. Ovqatingizni qanchaligiga qarab. Achchiqqina sho'rvam уже qaynab chiqdi. Qani? Вообще cho'tga chiqibdi, ishonaveringlar. Вообще maza. Sizlar ham albatta pishirib ko'ringlar. Guruch bilan birga yesanglar vosh zo'r ketadi. Karscha guruch qanday tayyorlashni TikTok kanalimda retseptlarda qoldirganman. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha.